Rus propagandisti Vladimir Solovyovning fikrlarini tinglagan bo'lsangiz kerak. U Rossiya Ukrainada o'tkazgani singari Markaziy Osiyoda ham harbiy operatsiya o'tkazish kerakligini ta'kidlab, mintaqani bizning yerlar deya aytib o'tgan. E'tiborlisi, bu kabi chaqiriqlar, fikrlar Rossiya propagandasi tomonidan oxirgi paytlarda juda ko'p jarang sochmoqda va bu gapirayotganlarning shaxsiy fikri bo'lmaydi ko'p hollarda. Qaysidir bir jurnalist, ekspert, siyosiy sharhlovchi omma oldiga chiqib boshqa bir mintaqa yoki mamlakat bilan munosabatlarga oid bo'lgan keskin fikr bayonot bildirdimi, katta ehtimol bu yuqoridan tushgan topshiriq yoki Kreml tomonidan qanaqadir belgilangan yo'nalish bo'ladi va bu safar ham xuddi shunday bo'lgani ehtimoldan xoli emas va bu kabi bayonotlar, fikrlar e'tibordan chetda qolmasligi ham kerak. Nima uchun va biz nima qilishimiz kerak degan savolga o'zimning shaxsiy fikr mulohazalarimni bildirib o'tmoqchiman. Nima uchun degan savolga kelsak, eng avvalo Rossiya Ukrainada urush boshlashi ortidan iqtisodiy va harbiy jihatdan sezilarli darajada zaiflashdi va bu uning xalqaro maydondagi ta'sir doirasi kamayishiga ham olib keldi, obro' e'tiboriga putur yetdi. Eng avvalo Rossiya Kavkazda, Suriyada, misol uchun yoki mana yaqindagina Lotin Amerikasida siqib chiqarila boshlandi va shunday bir sharoitda Markaziy Osiyoda ham ta'sir doirasi kamayishni istamaganligi ortidan mana shu kabi bayonotlar tez-tez jarang sochyapti. Bu orqali mintaqa mamlakatlarga bosim o'tkazishni istaydi. Nima qilishimiz kerak? Eng avvalo Markaziy Osiyo mamlakatlari jipslashda birdamlikda davom etish kerak. Bugun xayriyatki mintaqada vaziyat anchagina yaxshi. Bugun Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida avvalgidek ziddiyatlar yo'q. Va bunda O'zbekistonning katta o'rni bor va bugun mintaqaning 5 ta mamlakat rahbarlari ham, xalqlarimiz ham, davlatlar o'rtasidagi aloqalar ham juda ham yaxshi, do'stona, bir-birimizni har doim qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Bu bardavom bo'lsin va shu orqaligina biz tashqi tahdidlarga qarshi tura olishimiz mumkin. Chunki bugun dunyo tartiboti xuddi o'rmon, ya'ni jungli qoidalaridan kelib chiqib belgilanmoqda. Ya'ni kim kuchli bo'lsa, ana shu hukmron degan qoidadan kelib chiqib. Katta mamlakatlar shunchaki qo'shni davlat hududiga bostirib kirib, uning hududlarini, yerlarini egallab olishga intilyapti yoki demokratiyaning, inson huquqlarining himoyachisiz deya da'vo qilgan mamlakatlar boshqa bir davlat suverenitetini buzib, uning prezidentini olib qochib ketib, uni sud qilib, o'zini davlat hududida qamamoqda. Mana shunday sharoitda har narsani kutish mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari esa birdamlik orqali, bir-birini yanada ko'proq qo'llab-quvvatlash orqali, yanada ko'proq ittifoqchilik orqali mana shu xavf-xatarlarga qarshi tura olishi mumkin. Boshqachasiga juda ham qiyin bo'ladi va mana shu birdamligimiz bardavom bo'lsin. Xalqlarimiz o'rtasida ham, davlatlarimiz o'rtasida ham munosabatlar, aloqalar yanada mustahkamlanaversin va dunyo tinch bo'lsin.